Har doimgidek mehnatda kaminai kamtarin ishlarimni boshladim deganajonlarim navbat gulzorimga keldi. Gulzorlarimni chopib, chiroyli qilib, toshlarini terib, yumshatib, jichagina dorilarini sachib, keyin gul ekaman deb gulzorimni olishni boshladim deganajonlarim. Mana ro'zai Ramazonam 2 kun qoldi, mehmon bo'lib qoldi deganajonlarim. Bu safar ro'za qanaqa qilib o'tganini ham umuman sezmadim, ham his ham qilmadim. Juda ham ishimiz ko'pligidan albatta. Odamlar kun o'tmayapti, qanaqa kun o'tkazyapmiz deydiganlar, sizlar bekarsizlar, o'shanisizlarda kun o'tmayapti. Menga o'xshab tinmasdan xizmat qilsalaring, mehnat qilsalaring, ro'zai Ramazon ham qanaqa o'tishini bilmay qolasizlar deganajonlarim. Deganajonlarim 15 ta bo'lishimga ham oz vaqtlar qoldi. Menga obuna bo'lib qo'yinglar, obunachilarimga albatta bilasizlar padarkalarim bor deganajonlarim. Mana hamma yo'qda yuvib tozalab, nimaga shuncha mehnat qilib yordingiz bugun deydigan, bugun yo'lim bor, jiyanimnikida bugun gatayim. Mana ishlarimni tinchitib bo'ldim deganajonlarim. O'zimni mashinamda ketsam, mashina kerak bo'lsa chaqirishib oladi deb dadamga tashab qo'ying dedim. Dadam jiyanimga tashab ketdi. Oshxo'rga osh, ishxo'rga ish deb shetda mana ish. Xolalarim kelguncha jiyanlar maza qilib gaplashib o'tirib, somsalarni qilyapmiz. Baribir tandirda somsasi boshqatda qaranglar, juda ham shirin zo'r somsa bo'ldi.